Sizlar bilan bugun Manziko'z bugungi videoda yana modlaymiz demoqchiyim. Yo'q, modlamaymiz. Nima qilishdi? Cheat bilan yo'q qilishdi va keyin uchinchi pishloq shuni qayerdan olishdi o'rgataman. Ay qanimda go ketdik. Birinchi biz mana tekshirib kelib olaman. Hozir men epasimni buzib qo'yishdi-da. Qatma Yuli. Xullas ketdik bo'lmasa. Birinchi modga o'tamiz. Birinchi o'rinda Minecraftdan chiqamiz va Play Marketga kiramiz. Play Marketda dedi yozasizlar. Minecraft P bo'ldi. Chiqadi. Mana men bugun totib olasizlar. Mana montayda chiqarib qo'yaman. Shu qoravoy tuzatib olasizlar va totib oladi hozir. Ko'tlarni qisib tursanglar. Juplab bo'lganlaridan keyin bu totib bo'ladi. El totib bo'lmabdi. Unayli. Good. Naviga chiqib bo'ldik. Qaranda. Puxni ham shamayman men uning reklamaga. Xullas. Nimalar bor? Va building smashga kirasizlar, yana modlar to'tasanglar bo'ladi. Xohlagan uylarni qilasizlar. Masalan, modern o'tsalar, modern bor, modern plus bor mana. Mana masalan, menga shu yoqdi masalan, o'rnatib va mashta yozlab o'ylayman. Mana shu montayda chiqarib function mod perarif 118. Faqat bunaqa yozmishlar mana. Function mod build 118. Mana endi install addon deb bosasizlar. Va bosasizlar Minecraft. Boshqalardan keyin kirib chiqadi. Yana nima bo'ladi? Va bu shu nimaga qo'shamiz? Botga kirsanglar, mana mod. Xullas, men ishlamaydi. Nima qilmay o'tiraveradilar. Va buni shu nimani bosasizlar va hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xullas, hozir kiradi. Qaranda. Mana kirdi. Masalan, endi havoga o'qirmoqchi bo'lsanglar, havoga chiqib, mana bunday qilasizlar-da. Chetga kirib, function build va mana bu yerda chiqib keladi chiziqcha. Masalan, 118 deysizlar va bunday qilsanglar mana boshidan bo'ldi. Function mod chiziqcha build chiziqcha 118 va mana shu ko'rishingiz mumkin. Hammasi yaxshi ishlaydi. Va mana havoga qurildi va bu yerdan tushib ketsa bo'ladi mana. Xullas, buni qurib yotgandan ko'ra, YouTubedan qurib yotgandan ko'ra, shunda modini shunday totasizlarda qurib qo'ygan 1000 martalab yaxshi deb o'ylayman. Banavaro. Xullas, keyingi modga o'tamiz. Mana ichlarni ko'rishingiz mumkin. Botskida qurilgan. Hammasi yaxshi mana.
YouTube'dan ko'rgandan ko'ra shundoq ko'rgan yaxshi menimcha, men shuni deb o'ylayman. Mana yaxshigina ish. Yana pastga qilib bor ekan. Bet hojatxona. Cho'tka shinamgina bu ekan. Xullas, keyingi modga o'tishimizdan oldin men sizlarga bitta baqirib beraman. Kesdinglar bo'lsa, bo'ldi, eshitganlar bo'lsa, bo'ldi, keyingi modga o'tamiz. Va keyingi modimizga o'tishdan oldin sizlar bittan mana bunaqa narsani topishinglar kerak bo'ladi. Va bunga ham Minecraft nomini bilmayman, chunki men uncha P deb yozib ko'raveramiz. Hozir chiqish kerak, shunaqa desa ham. Hozir chiqish kerak. Hozir chiqmasa uraman. Keyin chiqadi. Mana shunga o'xshash narsa edi. Mana chiqdi, mana Buildings mods for Minecraft shunaqa shakilli mana. Ko'rishlar mumkin xohlagancha narsalar, kema-yu, mana bunaqa rasm narsalar qo'ysalar ham bo'ladi. Hozir ko'rsatib beraman. Tochkincha juplab turinglar. Ozgina Wi-Fi'da bo'lsa, ozgina juplaganlardan keyin esa bu chiqib keladi. Aytgancha. Agar Wi-Fi'da bo'lmasalar buni ishlatib bo'lmaydi-yu. Yo-mayo. Nima edi? Sen ham shekilga tushib qoldingmi? Uraman oldin. Mana masalan, mana mashqqa 13-qishloq chiqmoqchi bo'linglar. 13-chi deysizlarda, derevni ham 13 chiqib keladi. Radishda bosib turib, buni bosasizlar. Reklamaga seni. PUBG'ni ko'raman. PUBG'ni yoki sizlarga Minecraftni kommentariyga yozib qo'yinglar. Mana bundoq qilasizlarda. Mana Bek qaramanglarmi? O'zimcha sanab ko'rdim buni. Apasimni buzma meni, yo'rasan buzmasdan. Ana endi xohlaganingcha mana tepaga ko'tarsanglar bo'ladi. Xullas shunaqa xohlasanglar serial olasizlar, shunaqa bemalol mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Menga yoqdi, masalan, o'zimga shaxsan o'zimga yoqib chiqdi. Faqat bir ikkita xatolari bor, mana ko'rishinglar mumkin. Modda nima bor? Mana yerda nimalar bo'lish kerak edi? Mana ichida nima bor? Mana teshik bor, ko'rgan bo'lsanglar. Mana teshik bor. Montajda ko'rsatib qo'yaman uni. Teshik turib to'la shunaqa gaplar. Va agar bunaqa bo'lmaydigan bo'lsa, Rockstar. Зацени новые яркие вкусы. Тропическая гуава и персик. Oh my god. Shunaqa agar masalan ko'rgan bo'lsanglar, nima qilasizlar? Qamoqxonadan qochdim degan videoni ko'rgan bo'lsanglar, o'shani nimasini oldim. Prison xullas. Ayolima. Nimaga bitta chiqmayapti, unda chiqdi. Yo-mayo, men bunaqa deb olmadim-yo. Voy, yesam bizmi? Xullas. Prison. Shuna deb ko'raylik. Mana ko'rgan bo'lsanglar, mana bu yerdan qochib ketdim-a. Xullas, install bosasizlar. Rockstar. Yangi yorqin ta'mlarni baholab ko'r. Tropik guava hamda shaftoli. Voy, yolg'onga ketyapti. Xullas, shunaqa bemalol yaratib olsanglar bo'ladi. Endi boshqa men bezovta qilmanglar. Ana endi men videoni tugataman. Hozir. Sizlar bilan xayrlashayman. Shunaqa qilib bemalol narsalar qilsanglar bo'ladi. Mengacha hozircha ular kerak emas. Xullas, yaqinda serial olmoqchiman. Nima qilaman? Jonli efir qilaman yoki serialmi? Ikkalasidan bittasini yozib qoldiringlar.
Agar kommentariy ochiq bo'lsa, xohlagan bitta kommentariya bor videoga kirib, bemalol nima qilsanglar bo'ladi. Aytgancha men 65 ta qilib 59 taman. Shuni sizlardan iltimos qilyapman. Bittagina obunachi kerak. 60 ta bo'lishim uchun bolalar. Anu mayli va men videoni to'xtataman. Xayr. Tasallava. Oh my god. Yo bra, sizlar buni ko'rmadilar. Sizlarga xayr. Xayr deyapman.